Kukurella Real Madridga, Kukurella Real Madridga o'tib ketdi. Voy, bu transfer o'ynashda o'zi nima bo'ldi? Barselona kimgadir qiziqishi bildirayotgan paytda xuddi shu o'yinchini Real Madrid sotyapti. Dumfriesdan boshlandi. Julian Alvarez bo'ldi, hali sotolmadi-yu Real Madrid, lekin rasmiy taklif yubordi. Endi esa Kukurella, yaxshilab eshitdinglar. U Barselona akademiyasidan chiqqan o'yinchi. Endi esa u Real Madridda o'ynaydi. Hozircha transfer summasi narxi noma'lum, lekin 2-3 yil avval Chelsea uni Brightondan sal kam 70 million yevroga sotib olgan edi va deyarli shunaqa pullarga ko'p ehtimol u Real Madridga qo'shiladi. Yo, menimcha rostakam Florentino Perez Barselona ustidan kulyapti, chunki boshqacha tarzda buni tushuntirib ham bo'lmaydi. Endi esa hammamiz yaxshilab Barselona qaysi o'yinchilarga yana qiziqish bildirayotganligini tomosha qilishimiz kerak deb hisoblayman. Xo'sh, bu transfer haqida qanaqa fikrdasiz? Izohlarda yozib keting.